Narodni gapi bor, rus tilida aytganda bu qorinmas, bu trudовой mozol deydi-da. O'shaning uchun kaloriyali ovqat yeyilmaydi, oqsilli ovqat yeyiladi. O'shanda bizda muskulimiz rivojlanadi. Ular faqat shu pitaniyani yesam bo'ldi. Ofisda o'tirsam men ariqlayman deb o'ylaydi. Shu gap rostmi yoki yolg'onmi? Mashg'ulot qilsa, o'sha narsa tezlashadi. Misol uchun 6 oylik masofani 1 oyga bosib o'tishi mumkin. Endi mana siz trenersiz. Ovqatni yeb to'yish kerakmi yo to'ymaslik kerakmi inson? O'zi aslida to'yib ovqat yemasligimiz kerak. Oldin o'rganish kerak bu narsani. O'rganish kerak, xullas kalom nafsni ham tiyish kerak-da ozroq. O'sha 3000 kaloriyani organizmimiz bizda gapirib ham bir 2000 kaloriyani yo'q qilishimiz mumkin. Baliq ta'mi qanday ekan? Ajoyib. Ajoyib. Frejida. Assalomu alaykum do'stlar, bugungi studiyamizda mehmoni Karim Babayev. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Do'stim, ko'rganimdan xursandman. Nafaqat mehmon, balki biz anchadan beri do'stmiz. Shuning uchun menimcha do'stlar bir-birini podдержка qilish kerak deb o'ylayman. Albatta. Shu uchun mana Voha agentligimiz bugun Voha degan podkastni boshlagan. Siz bizning ikkinchi mehmonimiz bo'lasiz, Denov Oybekdan keyin. Bugun Karim Babayev bizga ancha-muncha ma'lumotlar tayyorlab qo'ygan. Xudo xolasa, komanda bilan birgalikda o'sha ma'lumotlarni sizga olishga harakat qilamiz. Bugun manfaatli mavzu bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, chunki Surxondaryoda hozirgi kunda именно PP, ya'ni правильное питание, to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yishga harakat qilyapmiz. Holbuki bu mavzuni o'zini sohasini egasi gapirib bergani ma'qul deb o'ylayman. Правильное питание haqida hozirroq ma'lumot berib o'tib ketaman. Правильное питание bu nima? Kunlik yegan ovqatimizda o'zimizga parhezli qilib tayyorlab yeganimiz правильное питание. Bu dieta ovqatlar o'zimizga, sog'ligimizga foydali, ortiqcha yog' bermaslik uchun ozish uchun semizlarga juda foydali bo'ladi. Bir aytayotganim, trenirovka qiladigan sportsmenlar uchun eng yaxshi nima desa bo'ladi? Tanlovda. Eng yaxshi tanlov. Tanlov. Ya'ni yangi sport sohasiga kirib kelganlar va professionallarga ham правильный питание, to'g'ri ovqatlanish yo'lga qo'yishsa juda ham yaxshi bo'lgan bo'lardi. Obunachilarimizdan ko'pincha savollar kelib tushadi. Ya'ni mana данный moment Masfit kompaniyasiga asos soldik va hozirgi kunda Surxondaryo Denov shahrida to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'ydik. Ya'ni kimda kim vazn olmoqchi bo'lsa, ularga ham 7 xil ratsionda ovqat tayyorlanyapti. Vaznni ariqlash yoki vaznni yo'qotish degan narsalar bo'ladi. Ko'pchilik hozirgi kunda qorin qo'yish bilan mashg'ul bo'lib ketishdi. Narodni gapi bor, rus tilida aytganda bu qorinmas, bu trudовой mozol deydi-da. Shu qorinni yo'qotishda bolalar ko'pincha zalga borib, o'zini ko'p energiyasini yo'qotishyapti. Meni fikrimcha, zalda to'g'ri trenirovka qilsa qorin yo'qoladimi yoki pitaniyani to'g'ri yo'lga qo'ygandagina qorin yo'qolishni boshlaydi. Zalga borganda kaloriya sarf qiladi. Yegan ovqatingiz bir kun davomida sizga oqsil hisoblanadi. Bu yerdan siz kaloriyani sarf qilib yo'q qilasiz. Yegan ovqatingiz oqsil bo'lib, sizga muskul bo'lib foydali bo'ladi. Albatta. Ya'ni to'g'ri qo'yilgan kaloriya yog'ni eritib, muskullarni esa yo'qotmaslikka olib keladi, to'g'ri? Mana misol uchun biz kaloriyani yog'da zalda yo'qotamiz. Bizga foydali kunlik ovqatimiz kerak. Bizda правильное питание nima uchun qilinadi? Bu oqsillarga boy ovqatlar hisoblanadi. O'shaning uchun kaloriyali ovqat yeyilmaydi, oqsilli ovqat yeyiladi. O'shanda bizda muskulimiz rivojlanadi. Organizmimizga, tanamizga yaxshi, o'zimizga foydali, tez hazm bo'ladi-da. Yana bir savolim bor edi. Bir mijozimizda veslari, ya'ni tanasining og'irligi 105 kilo, bo'ylari esa где-то 180 yo 182 atrofida. Yoshi 32 ga kirgan. Shu insonga bir kunlik norma kilokaloriya qanchaga to'g'ri keladi? Endi hozirgi men o'ylashim bo'yicha Surxondaryoni polvon yigitlari juda kuchli ovqat yeb o'rgangan. O'shanga ko'proq kaloriya bersang
yaxshiroq. Masalan, misol uchun kamida 3000 kaloriyadan Kamida 3000 kaloriya. boshlanadi. Agarda yog' bosgan bo'lsa, yo organizm teri ostida yog'lar ko'p yig'ilgan bo'lsa, o'sha 3000 kaloriya yog' yig'ishga yordam bermaydi, nabarot yog'ni olishga yordam beradi, to'g'rimi? Beradi. Chunki Ayollar kun davomida u 3000 kaloriyani yo'q qiladi. kun davomida 3000 kaloriya. Biz bu yoqda ovqatlanganimiz oqsil hisoblanadi. Oqsilimiz o'sib boraveradi. Yana bir savolim bor. Obunachilarimiz, ya'ni bizning mijozlarimiz orasida shunaqa fikr bor. Ko'pchilik o'tiruvchan, ya'ni o'tirib ishlaydigan. Ofisda kimdir ishlaydi, kimdir tadbirkor o'zining ofisida u ham o'tirib ishlar bilan birga shug'ullanadi. Intensiv trenirovkalar почти yo'q desak ham bo'ladi. O'rtacha trenirovkalar haftasida 2-3 marta to'g'ri kelish kerak bo'ladi. Biz ularga to'g'ri maslahat beramiz. Nafaqat siz pitaniyaning, balki zalni ham yo'lga qo'yishingiz kerak. To'g'ri qilingan trenirovkalar mana sizlarga o'xshagan trenerlar bilan birgalikda maqsadli bo'ladi. Mana bu yetgan ozuqaviy, mana shu yetgan ozuqaviy bizning mahsulotlarimiz sizlarga yana ham to'g'ri singishiga yordam beradi deb aytaman. Holbuki ularda shunaqa narsa bor, ular faqat shu pitaniyani yesam bo'ldi. Ofisda o'tirsam men ariqlayman deb o'ylaydi. Shu gap rostmi yoki yolg'onmi? Ariqlaydi faqat uzoq vaqtga. Ya'ni cho'ziladi, to'g'rimi? Cho'ziladi. Jarayon cho'ziladi. Agar mashg'ulot qilsa, o'sha narsa tezlashadi. Misol uchun 6 oylik masofani 1 oyga bosib o'tishi mumkin. 6 oylik masofani 1 oyda bosib o'tish uchun holbuki bu inson bir haftada 2 yoki 3 kun intensiv trenirovkalar qilish kerak. Xo'p, endi obunachilarimiz yana bir narsaga qiziqishadi. Sizda bir yaqinda challenge bo'lgandi. Ya'ni 50 kun davomida o'z tanamni o'zgartiraman degan. 50 kunga menimcha yaqinlashib qolyapti. Yaqin kunlarda obunachilarimizga shu yangilikni ko'rsatasizmi, xudo xolasa? Inshaalloh 50 kunda o'zi ko'rib boryapti obunachilarim. 50 kunda qanaqa forma bo'lganimni ko'rsataman. Men iloji boricha parhez qilishga harakat qilaman. Qachon professionalni kirib ketaman, musobaqani maqsad qo'yib, musobaqaga qatnashmoqchi bo'lsam, maqsad qo'yib qilaman. Har doim ham dietada yurmayman. Surxondaryo viloyati Denov shahrida biz komandamiz bilan birgalikda Masfit mahsulotlarini ishlab chiqarishni boshladik va obunachilarimiz va klientlarimiz, mijozlarimizga holbuki biz shu produktlarimizni tarqatyapmiz. Ko'p mijozlarimizdan eshitamiz, men mana shu ovqatlaringni yeyapman, men to'ymayapman deyapti. Endi mana siz trenersiz. Ovqatni yeb to'yish kerakmi yo to'ymaslik kerakmi inson? Zo'r savol bo'ldi. O'zi aslida to'yib ovqat yemasligimiz kerak. Bu dinimizga ham isbotlangan. Fanda ham isbotlangan. To'yib ovqat yemaslik. O'shaning uchun boshida ko'pchilik, men ham shunaqa bo'lganda boshida. Ko'pchilik o'ylaydi, ovqat yemayapman, to'ymayapman deydi. Bu deydi menga sur'at qilmaydi, to'ymay bo'lmaydi degan narsani miyasiga savol beradi-da. Boshida o'zi qiyinchilik shundan boshlanadi. Boshida to'ymaganday tuyuladi, keyin o'rganish bo'ladi, keyin ko'rikma hosil bo'ladi. Organizm o'rganib boshlaydi. O'rganib boshlagan ko'rikma. Keyin o'zida foydani sezgandan keyin foydasini tezda sezadi. Foydani sezgandan keyin harakat qilaveradi. Bu foydaliligini bilgandan so'ng. Oldin o'rganish kerak bu narsani. O'rganish kerak, xullas kalom nafsni ham tiyish kerak-da ozroq. Albatta. Hozirgi kunda shunaqa vaziyatlar kuzatilyapti. Qavsosdagi insonlar o'zi ozishga zakaz beryapti-da, lekin semirish kaloriyasini so'rayapti. Men aytayapmanki, siz qanday bu narsani hazm qilasiz? Erta siz yana semirib boshlasangiz, Masfitni ayblamaysizmi? Siz meni ariqlash o'rniga semirtirib o'ryapsiz degan erta savollar bermaysizmi deylar. Mana endi obunachilarga hammasiga to'liq ma'lumot bo'ldi. Bu narsani to'yib ovqatlanish o'zi bo'lmaydi, organizmimizga zararli va undan tashqari Masfit mahsulotlarini tanovul qilganimizda bu hammasi grammlar bilan o'lchangan mahsulotlarni endi kameraga olib skrinshot qilib ichkarida qancha kaloriya emas, bu hammasi grammovka bo'ladi. Bittadan tarozdan o'tadi. Xo'p, bu savolimiz javobini biz Karim Babayevdan juda ajoyib tarzda oldik. Endi ikkinchi savolim, xo'p, biz Masfit kompaniyasi bir dozada, ya'ni bir martalik beradigan ovqatlarimiz bir kun davomida 5 marta bilan 5 mahal ovqatlanish. Masfit 5 mahal ovqatlanishni taklif qilyapti. Xo'p, endi obunachilarimizga va menga ham qiziq, har bir ovqatlanish jarayoni o'rtasida qancha vaqt bo'lish kerak? Zavtrak bilan perikus o'rtasida, obed bilan poldnikda va ujin o'rtasida qancha vaqt bo'lish kerak? 3 soat davomida ovqat yeyiladi. Chunki agar bilsalaring, agar soatga qarab tursalaring, shu ovqat yeganlaridan keyin 3 soatdan keyin o'sha oshqozonimiz o'sha
karnaycha olib boshlaydi-da. Ya'ni hazm qilib bo'ladi shu soat. Hazm qilib boshlaydi, keyin уже oshqozonga biz ovqat berishimiz kerak 3 soatdan keyin. 3 soatdan o'tib ketsa, u zararga ishlaydi. Ya'ni har bir priyom pichi deganda har bir ovqatlanish davridan so'ng o'rtasida 3 soat vaqt olib ovqatlansa maqsad muvofiq bo'lar ekan. Xo'p, proteinli kokteyllar. Ko'pchilik buni kokteyl deb o'ylashadi. Proteinli kokteyllar organizmimizga qanchalik foydasi bor? Endi mana ko'pchilik aytadi, kam ovqat yeyapman, kam to'ymayapman deydi-ku. To'g'ri. Hozir bu oqsillar hisoblanganda 60 yo 80 gram bo'lishi mumkin. Biz kunlik oqsilimizda yopishimiz kerak. Misol uchun 120 yoki 140 organizmimizga toza oqsil berishimiz kerak. Toza oqsil. Gram. Proteinda qo'shimcha o'sha oqsilda vitaminisi bor. Proteinda. Proteinda o'zi. Organizm o'sha narsani ola oladi. Protein значит organizmimizga eng kerakli o'sha protein bo'lar ekanda bari. Qo'shimcha oqsilda qo'shimcha oqsil. Xo'p, mijozlarimiz o'rtasida yana ko'p keng tarqalgan o'sha bo'yni aytib o'tganimdek, ko'proq soling, ko'proq bo'lish kerak, lekin holbuki biz hammasini qonun doirasida qilyapmiz. Endi bir savolim bor-da. Mayli biz ko'proq qo'yib beramiz, hammasi xalqimiz uchun. Mana shu o'lchangan porsiyalardan ozgina jichchagina ko'paytirib bersak, haligi bizning mijozimizda organizmimizga lishni yog' yig'ib tashlamaydimi? Yo'q, muskul o'stirishga o'stiradi. Lekin lishni yog' yig'maydi. Biz lishni yog'ni faqat sarflaymiz. Bu kaloriya deganda organizmimizda o'sha bir kun davomida yo'q bo'lib ketayotgan kaloriyani hisob-kitob qilib beryapsan sen hozir. O'sha 3000 kaloriyani organizmimiz bizda gapirib ham bir 2000 kaloriyani yo'q qilishimiz mumkin. Gapirib. Bo'l. Bugundan boshlab Masfit kompaniyasi o'z mijozlarini yana xursand qilishda davom etadi. Haligi qonun doirasida qilingan porsiyalarimizga yana jichchagina qo'shsak, hech qachon qorinda yog' yig'ilmas ekan do'stlar. Xo'p, yana bir meni eng ko'p qiziqtirgan savol, masalan, Masfit kompaniyasidan men diyetaga doir ovqatlar sotib oldim, masalan, 1 oylikmi. Endi qiziqda, mana shu ovqatlarni men necha kun yeyishim kerak va rezultati qanchada bilinadi? Endi o'zingizga bog'liq. Qancha ko'p diyeta qilsangiz, qancha zo'r forma yaxshilashib boraveradi. Birinchi navbatda biz buni ovqatlarimizga ko'nikib olishimiz kerak. Unga 4 kun vaqt ketadi ko'nikib olishimiz uchun. Ozgina qiynalamiz boshida. O'sha 4 kunlik vaqti sal qiyin bo'ladi, qiyin o'tadi. O'sha jarayonda o'tib olsa bo'ldi, bu yog'iga ketadi. 21 kun davomida juda yaxshi seziladi. 50 kunda уже ko'nikma hosil bo'lib, уже formada уже ancha o'zini zo'r his ham qiladi, o'zini yaxshi o'zgarganini biladi. Rezultat уже ko'rinib boshlaydi. Rezultat juda ko'rinadi. Surxondaryolik ayollar hozirgi kunda erkaklardan qolishmayapti, ya'ni sport doirasida oladigan bo'lsak, uy bekalarimiz ham hozirgi kunda ayollar uchun ochilgan sport zallarida borib trenirovka qilishyapti. Ularga ham qiziq, Masfit kompaniyasi ayollarimiz uchun отдельный, ya'ni bo'lak bokslarimiz ishlab chiqarilgan. Ko'pchilikda bo'ladigan savol, vazn tashlashga qanchalik yordam beradi? Biz ham shu narsani yesak bo'ladimi? Trenirovka paytlarimizda oldin yoki keyin degan savollar berishadi. Ayollarimizga ham Masfit kompaniyasidagi ovqatlarimizni tavsiya qila olasizmi? Albatta, bu butun dunyo tavsiya qilgan narsa. Bu to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanish. Butun insoniyatga bu narsa kerak. Ayol, erkak jinsi ahamiyati yo'q. Bu juda foydali. Surxondaryolik ayollar, sizlarni hammalaringizni xursand qilamiz. Bemalol Masfit kompaniyasida ishlab chiqarilayotgan 5 mahal ovqatlarni tanovul qilsalaringiz bo'lar ekan, sababi Osiyo chempioni, Yevropa chempioni Karim Babayev sizlarga maslahat beradi. Faqatgina 4 kun davomida ko'nikma hosil qilish kerak ekan. Ya'ni nafsimiz sal tiyishimiz kerak. Bu ovqatlar menimcha psixologik bir anovda, to'g'rimi? O'yin desak ham bo'ladi. Psixologiyamizni aldash va oshqozonimizni aldab turish uchun. Bu to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanish, lekin ko'pchilikda shunaqa narsa bor. Men diyeta qilyapmanmi, значит men yog' yemasam, shakar yemasam, xamir yemasam bo'ldi deydi, kaloriyani ko'paytirib uraveradi. Xuddi menga o'xshab, do'stlar, menda ham shunaqa holat. Bizning ustozimiz, trenerimiz Karim Babayev bo'ladi. No, joyi kelganda kechqurun kim ko'rib o'tiribdi, shirinlik yegim kelyapti, hozir yeyveramiz. Oddiychasiga tushuntirganimda bizda tanamizga
eng kerakli vitaminlar mana shular hisoblanadi o'zi. Butun dunyoda shunaqa hisoblanadi. Bo'ldi. Hech kimga sir emas, Karim Babayev Toshkentda ko'plab mana shunaqa dietaga doir ovqatlar bilan kompaniyalar bilan birga ishlagansiz va ularning mahsulotlarini xalqqa tavsiya qilgansiz. Endi menga qiziq, Masfit kompaniyasining ozuqalaridan tatib ko'rdingizmi, yo'qmi hali? Hozir yeb ko'rib, men o'zi mazasini aytaman. Yeb ko'rganim yo'q. Osh bo'lsin. Bismillah. Xalqimizga ham qiziqdi, sababi bu haqiqatdan qilingan degustatsiya bo'lishi kerak. To'g'ri ovqatlanish Brooklyn, mana bu gulkaramlar juda foydali. Iloji boricha uglevod kechqurun iste'mol qilish kerak. Uglevodlardan. Hozir bu ratsionimizda uglevodlar bormi, yo'qmi? Mana shu grechkamiz uglevod hisoblanadi. Ko'p bor uglevodlarimiz. Tez hazm bo'lmaydigan uglevodlarga kiradigan mahsulot hisoblanadi. Mazasiga gap yo'q. Mazasiga yo'q. Eng muhim shu yesa bo'lsa-da odamlar dietetik ovqatlarga umuman mazasi bo'lmaydi, vkusi yo'q, cho'tta salgito degan. Bir xil kompaniya bilan ishlaganman. Ratsionlarni uncha xush ko'rmaganman ko'pi. Nimagaki tez me'damga urganda. Ko'pi bilan misol uchun bir hafta 10 kun yeyardimda yeya olmasdim. Bu lekin me'daga uradigan tammas. O'zimizga yoqadigan, o'zim ko'pincha uyga pishirib qiladigan ovqatlarimni o'ziginasi. Uydagilardan mashinadan olsin atmosferasini beryapti. Ya'ni eng qizig'i Masfit kompaniyasi nafaqat masalan bugun berilgan oxirgacha mana shu holatda ketish kerak. Kachествоni ushlab turish kerak, to'g'rimi? Yo, biz so'z beramiz, kachество o'zgarmasligiga, faqat tezroq klientlarimiz orasida ko'nikma hosil qilish 4 kundan keyin уже sal joyiga tushib ketsa bo'ldi. Sababi baribir oshqozonda bu ovqatda odam nafsi ko'p o'ynaydi-da. Hammamiz ana surxondaryoliklar bosib turib shashlik bilan mantini yeganmiz. Menga telefon qilib, "Buni deydi, qorin to'ymayapti, aka erta sizga bir 4 porsiya manti jo'natib yuray" dedim. Mazza qilib olsang. So'rasa manti ham arg'latib yuradida deyman. Iloji yo'qda nimadir deb xatsab anoqib yopib turish kerak bo'la. Yana bir gapni aytib o'taman, bizda shunaqa ratsion bor, pitanga ham. Masalan, bugun berilgan ovqatlar ertaga shunga o'xshamaydi. 7 kundan keyin shu ovqat yana qaytib keladi. Shu odam me'dasi urmasligi uchun ko'p nima deydi? Masalan, har kuni osh yesang ham bading uradi deydi-ku odamlar. Sizda ham shunday bo'lishi mumkin. Menda ham shunday. Har kuni osh yesam bedam urib qoladi. Bir xillar bor, 24 soatlab osh yesam hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun ularni ko'pincha ismini oshbek deyman yo oshjon deyman. Bu mashratsionda haqiqatan ham qilolsa agar, foydasini juda sezadi. Albatta. 4 kunda ko'nikma hosil qilish kerak. 1 oy davomida intensiv shu ovqatlarni yeb, yoshirincha pastel tayda har qanaqa shirinliklar, pirinliklarni, yo bo'lmasa ko'chaga chiqib bir Red Bull chani olib qo'limizga ichib, ana shakarni oldik doji. Insulin yaxshi ishlamayapti, bu yerda qarasa testosteron tushib ketgan, qorin chiqib ketgan. Ha desa, bular ovqat semirtirib olyapti deydi. Baliq ta'mi qanday ekan? Ajoyib. Ajoyib. Svejida. Eng muhimi. Xo'p, sportchilar orasida ko'p tarqalgan omega 3 vitamini haqida ham ozroq ma'lumot so'ramoqchiman. Omega 3 vitamini uzluksiz ichsa bo'ladimi yoki har oradadir pauza qoldirib turish kerakmi? Bir xilab oylab, yillab ichiraman deydi-da. Omega 3 o'zi zarari yo'q, o'zi baliqda yog'i. Bizda dengiz mahsulotlari ko'p iste'mol qilinmaydi, chunki dengiz yo'q, okean yo'q. Ko'proq yod iste'mol qilishimiz kerak. Dengiz mahsulotlarini ayniqsa surxondaryoliklar kamdan kam iste'mol qiladi. O'zi dunyoda eng yaxshi oqsil, eng yaxshi protein bu baliq bo'ladi. Baliq. O'shaning uchun baliq yog'ini har doim iste'mol qilib tursa, o'zimizga, yuragimizga, miyamizga, organizmimizga, terimizga ko'p narsalarga, juda ko'p narsalarga foydasi bor. Surxondaryoliklar uchun eng ko'p oqsilga boy va eng zo'r ovqat bu tandir go'sht. Qachondir tandir go'sht. Tandir go'shti ham tandir go'sht deymiz hozirgi kunda, lekin tandir go'shti o'zing ko'zing bilan borib ko'rmasang kim biladi, sarkan go'shtini qo'shib o'ryaptimi? Ora-orada ratsionga tandir go'sht ham qo'shsa bo'ladi. Ora-orada. Ora-orada.
keyin uni narxini 200 ming qilib qo'ysak bo'ladi. Tandir go'sht 180 ming bo'lib ketgan. To'g'risida odamlar lasos qo'shing deydi, lasosni o'zi 300 ming bo'lyapti. Endi dieta hamma narsadan uzilish kerak emas-ku. Shunday. Lekin narxni sal ko'tarsang odamlarga yoqmaydi. Mana Yaxshi narsa arzon bo'lmaydi, arzon narsa yaxshi bo'lmaydi. ko'pchilik o'zini tushunib olish kerak-da. Mana ertalab oshimiz ko'p. Oshda ham ko'p kaloriya qilmasdan yeyish bor. Qanday qilib yeyish u? Aha. Faqat o'zini yesangiz, nonsiz, Nonsiz. o'zini yesangiz, kam iste'mol, ko'p emas, kam iste'mol. Yog'i bor, to'g'ri? To'g'ri. O'sha qancha yog' iste'mol qilganini odam baribir biladi. O'sha kun davomida o'sha yog'ni sarflashimiz kerak zalga faqat. Faqat zalga sarflash. Zalga. Ya'ni osh ham dietetik ovqatga Yoki kiradi. yurish kerak. 5 km ozroq, Ha. kaloriyani sarflash. O'zim bir joyda o'qib qoldim. Ko'p diyetologlar haqida oldin ko'p qiziqib yurardim o'sha paytlar. Qayerdadir o'qidim yoki eshitgandim. Oshda dietaga mos ovqat deb faqat ertalab obedgacha yeyish kerak ekan deb eshitganman. Nimaga keyin o'zim savol berganman o'shanda. Eskidan bu ota-bobolarimiz oshni faqat ertalabga chiqarib qo'ymagan, nahor osh degan narsani endi bizda avlodma-avlod kelyapti-ku nahor osh qilish. Ertalab yeyiladi, kechqurungacha sarflanadi kaloriya. Shunday. Oldingi ota-bobolarimiz ko'p harakat qilganda, ertalab yegandan keyin o'sha oshda harakat qilgan, mashina bo'lmagan, qayerga borsa piyoda borgan, harakat ko'p bo'lgan. Harakat ko'p bo'lganligi sababli o'sha kaloriyani ishlatishga, yoqishga. Yoqqan. Keyin misol uchun oshga borasiz, oshda ovqat yeyishingiz kerak, lekin och qolgandan ko'ra bor-ku. Ovqat yeyish shart-da. Och qolsa, odam o'zini oqsilini yeb ketadi. Organizm shunaqa narsaki, yaxshi narsani yegiz keladi-da. Misol uchun, sen ham oldinga go'sht turibdi-da, oqsil. Protein go'sht turibdi-da, lekin bu yerda chisto yog' turibdi. Sen go'sht yeysanmi, yog' deysanmi? Go'sht yeyman albatta. Bo'ldi, organizm ham, oshqozon ham o'sha organizmdagi zaxiradagi oqsilimizni olib ketadi. O'shanda och qolgan payti yomon narsani yemaydi-da, yaxshi narsani yeydi. O'shaning uchun och qolish kerak emas. Qorin och qolish kerak emas. Siz oshga boryapsiz. Oshda ham o'zingizga yarasha to'ymasdan kam iste'mol qilib, kun davomida o'sha yeb qo'ygan kaloriyangizni sarflab zarar olmasangiz bo'ladi. Odam o'zi bilib olish kerak-da. Lekin bu ovqatlar kun davomida o'zi kistaga ham foydali, Shunday. kistaga ham foydali, Albatta shunday. o'ziga ham foydali. Ham cho'ntagimizga, ham sog'lig'imizga foydali. Albatta. O'zi hisob-kitob qilsang, kun davomida ancha-muncha ko'chadan ovqat yesang, ancha-muncha pul ketib qoladi. Bitta obedni o'ziga yaxshigina qilaman desak, o'rtacha biznes lanch yesak ham 50 ming so'm tashkil qiladi. O'rtacha biznes lanchimiz o'zi. U endi joy anaqa bo'lmaydi, hammasi uglevod qilib tashalgan narsa. U lekin u ovqatlarni yesa, odam kasal bo'lish ehtimoli juda ko'payib ketadi. Yurak kasallikka, yurak yog' bog'lash, jigar yog' bog'lash, qonlarga tromblar, qon tomirlarga tromblar, u ko'p zararga olib keladi. Nima uchun bizda xalqimiz ko'p aptekaga qatnaydi, apteka ko'p. Nima uchun xalqimiz ko'p banitsalarga boradi? Sababi mana shu to'g'ri ovqatlanmaslikdan. Noto'g'ri ovqatlanishdan kelib chiqayotgan kasallik sabablari. Ko'pincha mana o'zi professional sportchilar ham ko'pidan so'raymanda, sizlar dieta qilasizlarmi deyman. Yo'q deydi. Lekin dieta qilish qanaqa foydaliligini hozir yana ham isbotlab beraman. Dieta qilinganda mana shu oshqozon qiynalmaydi-da, tez hazm qilaveradi-da. Oshqozon qiynalmaydi-da, organizmimiz o'sha kuchi bor. Sarflash. Kuchi bor. Nimagaki oshqozonimizga ko'p kuch sarflanadi-da o'zi. Organizmimizda ko'p ishlaydigan a'zolaridan, qiynalib ishlaydigan a'zolaridan oshqozon bo'lsa agar, oshqozonni qiynamasak, biz o'zimizga kuch ko'p bo'ladi. Oshqozon qiynalgan kun davomimizga beradigan kuchimiz ko'payadi. Oshqozonimizni значит asrashimiz kerak. Agar bilsang agar to'yib ovqat degandan keyin odam
15-20 minut yoki yarim soatdan keyin holsizlanib qoladi. Ayniqsa obed qilib ashi mazza qilasan deyman. O'sha ovqat yegandan keyin oshqozon уже bo'ldi, endi ketdik hamma deydi, gormonlar уже miya buyruq beradi. Yordamga o'taylik deydi oshqozonga deydi. Ana hazm qilish kerak deydi. U zararli narsa keldi bizga deydi. Yuk keldi endi deydi. Yukni tushirishimiz kerak deydi endi deydi. Ishlaydi-da. Ishlaydi. O'shanga sportsmenlarga bitta maslahatim, to'g'ri ovqatlansa, kam ovqatlansa, tez hazm bo'lganda kuch sarflanmaydi. O'sha kuchni zalga sarflasa bo'ladi. O'ziga foydali bo'ladi. Tushunarli. Surxondaryolik ayollarimiz va erkaklarimiz uchun ajoyib yangilik. Masfit kompaniyasi o'zini vazn yig'ish va vaznni tashlash mahsulotlari bilan hozirgi kunda tanilib kelyapti. Bugungi studiyamiz mehmoni Karim Babayev bo'ldi. Surxondaryolik, ya'ni dinolik kachok desak ham bo'ladi ko'cha tilida. Ham juda ajoyib trener, juda ajoyib suhbatdosh. Ko'pchilik insonlar Instagram kanali orqali ham tanishadi, lekin ko'pchilik tortinadi. Bemalol Instagramda savollaring bo'lsa, Karim Babayevga savollaring bersalaring, sog'liqlaring tufayli dietani qanday qilish kerak, trenirovka haqida ma'lumotlar, chumchuq so'ysa ham do'stlar bari qassobi so'ysin. Ko'chada ham uni buni ko'rsataveradi, lekin realni ish qiladigan odamlardan real narsani so'rash original bo'ladi, to'g'rimi? Hamma narsani nimasini ish kerak? Originalni ish kerak. Trenirovkani ham originalni qilish kerak. Bu gap hozirgi kunda fishka bo'lib qoldi. Original degan so'zlar. Bu lekin ovqatlari juda ham original ovqat bo'libdi. Yoqdi menga. Endi hozir qolgan ovqatlarni ham yeb ko'rib, mazasini agar yoqsa, agar o'zim qayerdan bo'lsa ham topib Toshkentda bo'lamanmi, Surxondaryoda bo'lamanmi? Jo'nataveramiz ucharlardan. 75 dan tirs etib. Hozir menimcha ekran ortiga o'tirganlar ham aytayotgan bo'lsa kerak, bunga ham ber hozir tomoq tushdi, uni bo'ynida qilib o'tiradi. To'g'risi, lekin qarayapman, havasim ketyapti. Tana zo'r ketyapman, aytayapman, молодец. Ketishlar eng muhimi yoqqan bo'lsa bo'ldi. Yaxshi. Eng muhimi insonga foydali, yana ham bir foydali narsasini aytib ketaman. Ratsionda ovqatlanishda. Har doim ratsionda ovqat yeb yurgan odam yosh ko'rinadi. Bir xil o'tgan kuni bitta odamga savol berdim-da. Necha yoshga o'xshaydi deyapti-da. Bordir 48 deyapman-da. Keyin 68 yosh ekan. 68 yoshli inson 48 yoshga o'xshab ko'rindi. 20 yosh yosh. Uni siri nimadaligini bilsam, u hozirgacha parhezda yurar ekan. Mana parhezda qanchalik foydasi? Ratsionda ovqatlanib yurar ekan. Hisoblab olgan, o'sha tanasini biladi, o'sha tanasini o'rganib olgan, ovqatlanishda tanani o'rganib olish qiyin emas. Faqat siz parhez qilsangiz, o'sha tanani o'rganib olasiz. Parhez qilib, qancha nima yesamki semiryapman, qancha nima yemasamki semirmayapman. Birinchi buning uchun ratsionda ovqatlanib o'rganib olsa bo'ladi shu narsani. Hozir lekin zamon rivojlanib ketgan, hamma telefonda har xil programmalarda o'rganib shunaqa. Lekin hozir men bu narsani o'zim qancha ovqat yesam, semiraman, qancha ovqat yesam qanday bo'ladi, hamma narsani o'zimda organizmni bilaman, tushunib olganman. Hamma o'zini organizmini tushunib olsa zo'r. Birinchi navbatda odam o'zini organizmini tushunib olish kerak ekan. Muhimi nima? Yosharib yurar ekan. Yoshlik aytganda tez ketadigan vaqt. Mana hozir men ko'p o'zimni tengdoshlarimni ko'raman. Ratsionda yurmaydigan tengdoshlarimni, misol uchun Surxondaryodagi tengdoshlarimni ko'rgan paytim juda katta ko'rinadi yoshi. Yoshi katta ko'rinadi. O'zi to'g'ri ovqatlanib yurish ham yosh ko'rsatadi, ham foydali, ham dinimizga ham ilmiy ham tadqiqotga aniqlanib bu narsani butun dunyo tan olgan. To'g'ri ovqatlangan insonning organizmi qarimar ekan-da, значит, to'g'ri? Qarimaydi. Masfit kompaniyasidan xarid qilgan mahsulotlaringiz sizni qarilikdan oldin olar ekan, ya'ni qarib qolmar ekansiz. Masfit har doim yoshlik sizlarga sotadi deydi. Hamma o'ziniki maqtayapti deydi-yu, lekin maqtashimiz o'zim ham Masfitdan, ya'ni mana shu tayyorlangan mahsulotlar hammasidan o'zim tanovul qilaman. Sababi bizda 100% toza organik mahsulotlar, hech qanaqa Mongoliyadan, Pokistondan, Itakdagi Hindistondan kelgan muzlatilgan mahsulotlar biz klientlarimizga taklif qilmaymiz. O'zimiz qaysi qassobxonadan go'sht olib kelib yetgan bo'lsak uyimizga,
mijozlarimizga ham Masfit har doim halol va toza, svejiy so'yilgan go'shtlarni taklif qiladi. Bitta marafon qilamiz sen bilan. Xo'p. Bugundan emas, bugun уже kech bo'ldi. Ertadan boshlab klientlar bilan birgalikda shu ovqatlarni yeb boshlaysan. 4 kun davomida qani ko'nikma hosil qilar ekansanmi? Men aytganim to'g'rimi, noto'g'riligini isbotlaysan-da. Amalda ko'rsatib boraverasan hammaga. Gap yo'q, gap yo'q. 21 kun davomida qanaqa bo'ladi? 50 kun davomida qanaqa bo'ladi? Как раз menda hozir nuqsonlari bor, ya'ni qorin qismimda ancha yog' bo'ylab qo'yganman. Ha, ko'rinib Shirin turibdi. suvlarni ichib. Mana shu ovqatlardan ovqatlanib, o'zingda bo'lgan natijani odamlarga ko'rsatib borasan. O'zim sinovdan o'tkazaman. Shunday. Bo'ldi, gap yo'q, kelishdik. 21 kun davomida foto otchotlar bilan tashlab turaman. Rasmga tushirib oldingi holati va keyingi holatlarni. Albatta. Zo'r bo'ladi. Как раз mana obunachilarimizga ham qiziq. O'zi bu foyda bo'ladimi deganlarga o'zimga sinab sizlarga 21 kun davomida ko'rsataman. Oshna. Sog'lik. Salomat bo'lasiz. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Biz ancha yildan beri do'stmiz. Borda, ekran ortiga o'tirib olgan minjiq haligi neto gaplar gapiradiganlar oshnasini biznesini olib chiqib reklama qilibdi deb o'zlaring bir yeb ko'ringlar. 1000 marta eshitgandan bir marta tanov o'qigan yaxshi. Originali bo'pti. Originali. Masfit dietani Originali. Rahmat. Salomat bo'linglar. Barchalaringiz studiyamizda ko'rishguncha keyingi studiyamiz qahramonlarini sizlar belgilashingiz mumkin bo'ladi. Kommentariy orqali kim kelishini xohlasangiz o'zlarini atmetga qilib qo'yasizlar. Biz Toshkent emas, shu Surxondaryoda, ya'ni Denov shahridagi blogerlar va Karim Boboyevga o'xshab o'zini ishini fidolarini mana shu studiyamizda ko'rishni xohlayapmiz. Sog' bo'lasizlar, barchalaringizni Voha studiyasida ko'rishguncha do'stlar.